Mana yaxshi yangi qishloqqa ham kelib oldik. Endi bo'lsa birozgina mana shu yerda qiynaladiganga o'xshayapmiz. Sababi Jinursun mana bu yerlar ozgina tor yo'llar ekan. Jinursun xo'shtak. Jitel, sen meni uyi qayerda bilmaysanmi? Mana shu meni ro'paramda turgan oq oynali uyni ko'ryapsanmi? Ha, ko'ryapman. Mana shu uyni ro'parasidagi uy, ya'ni o'sha oq oynalik uy. Rahmat, ozgina g'alati. Hamayli rahmat janob. Xo'sh, mana shu yerdan yuramiz va mana shu yerga to'xtaymiz. Yaxshi, xo'sh. Endi bo'lsa mashinani qulflaymiz va hammaga salom. Sizlar bilan men Estromik va Qaysi Tur kanalida fermer nomi bilan tanilyapman. Let's go. Давайте bu mana o'sha tojlik jitel va bizning merimiz bo'lishi mumkin. Xo'sh, kirsam maylimi? Albatta, kira qol. Xo'sh, yaxshi. Assalomu alaykum janob. Siz bu qishloqning meri bo'lasizmi? Salom. Ha, men meri bo'laman. Sen o'zing kim bo'lasan? Gapni qisqa qiladigan bo'lsam, men mana shu qishloqqa ko'chib kelmoqchi edim va menda pul bor va men uy sotib olishim kerak va men albatta kiyimimdan ko'rib turgan bo'lsangiz kerak, men o'zi tovuqni ustoshi bor, fermerman, lekin bilishingiz uchun menga bitta огород va bir uy kerak bo'ldi. Juda ham yaxshi. Unday bo'lsa, senga 7-uyni beramiz. 7-uy qayerdaligini bilmayman. Mana shu chap tomondan to'g'riga yuraversang, mana shu chapga burilsang, o'zi yozib qo'yilgan kuznitsa bo'ladi. Shu bilib olasan-da. Xo'sh, yaxshi. U yerning narxi qancha bo'ladi? Sendan $1 bersak bo'lgani. Xo'sh, ajoyib. Mana sizga $1 Jinursun o'zingizga tushmay qoldi. Okey, mana sizga $1 va men ketsam bo'ladimi? Ha, o'sha tomonda Markning uyi bor. O'sha yerga kiribsang, $32 senga oddiy odamning kitini beradi. Kit nima degani u? Qishloqqa kerak bo'ladigan jihoz va lovatirlar uyiga kerak bo'ladi. Yaxshi, albatta uyni kalitini berasizmi? Unutay debman. 1 daqiqa. Mana senga ketmon va uyni kaliti. Juda ham rahmat. Keyin ketmon nimaga? Sen fermerman-ku, shuning uchun bizning qishloqdan senga sovg'a, yangi a'zo bo'lganing uchun. Juda ham kattakon rahmat. Men sizdan juda ham xursand bo'ldim va ko'rishguncha xayr. Xo'sh, yaxshi. Xo'sh, podpischiklar ko'rishingiz mumkin. Bizga hattoki tekinga ketmon ham berishdi. Просто так lol. Xo'sh, yaxshi. Endi bo'lsa biz mana shu yerdan chap bu tomonga to'g'riga deyishdi va mana chapga burilsam 7-uy nima? Mana bu basmish qilib. Xo'sh. Markning uyi bu yerda ekan. Assalomu alaykum janob Mark. Siz kit berasizmi? Ha, salom, men kit beraman. Xo'sh, yaxshi. Unday bo'lsa men sizga $32 dedim. Men mana sizga $32 va menga kitimni bersangiz. Xo'sh, qora rangli divangni yaxshi ko'rasanmi yoki pushti? Albatta qora rang. Ko'k bo'lsa ko'k bo'lgani yaxshi. Bizda afsuski ko'kimiz yo'q, shuning uchun qora solib qo'ydik. Yoningdagi yashikda olishing mumkin. Bunchalik tez yo'q, hattoki notebook bormikan? Ha, oddiysidan faqat 16 gigabaytlik. Tushundim, aptechka. Juda ham ajoyib va biz keling buni buzib olamiz. Xo'sh, rahmat. Ko'rishguncha. Okay, let's go. Podpischiklar, endi bo'lsa biz 7-uyni topishimiz kerak. Xo'sh, 7-uy qaysi ekan? Mana bu emasmish qilib. 7-uy mana shu ekan. Juda ham ajoyib. Obunachilar, ko'rishingiz mumkin, biz 7-uyni muvaffaqiyatli ravishda topdik va buni buzib tashlaymiz albatta, sababi endi bu uyni egasi menman. Xo'sh, yaxshi. Okey, buni ochib olamiz va yopamiz. Meni uyimdagi birinchi nafasim. Xo'sh, yaxshi. Unday bo'lsa, kelinglar bizga berilgan kit orqali sirazi
Jönursun mashinam qolib ketibdi-ku. Yo, hammayli hozir olib kelamiz. Undan avval esa biz o'zimizga berilgan kit orqali uyimizni jihozlab chiqishimiz kerak. Notebook ham yomon emas ekan, menga juda ham yoqdi. Wonderful va boshqa inglizcha so'zlar. Kelinglar, bu yashikni qayerga qo'yamiz? Mana bu yerga va aptechkani mana shu yerga qo'yib qo'yamiz va bizda yana nimalar bor? Bu nima? Bu mashinamni dokumenti nice va bizga tabela xo'sh, yaxshi. Bu va bizda o'zimizda pullarimiz va mashinani olib kelishimiz kerak. Xo'sh, подписчикlar ko'rishingiz mumkin. Хорошо, biz yangi qishloqqa ko'chib keldik va biz yangi qishloqda qanday sarguzashtlar bo'ladi? Xayr, obunachilar, shuning uchun kanalimizga obuna bo'lib, videolarimizga like bosib, obunalarni bosib tashinglar. Sababi keyingi videolarda qanday qiziqarli voqealar bo'ladi, men ham hattoki sizlar ham bilmaysiz. Shuning uchun hozirdan obuna bo'lib qo'yinglar. Mashinamning rangi ham ko'k, lekin mana bular menga birozgina yoqmadi. Xuddiki bezorilarning mashinasiga o'xshaydi. Men oxir ochiq tilim sepidan chiqib ketdi. Ochiq ko'ngil, yaxshi bola bo'lsam ko'rishingiz mumkin. Yuzimdan ham bunachilar mendan qanday qilib unday yomon inson, odam, bola chiqishi mumkin. Axir подписчикlar, lekin bu mashina meni umuman boshqa odamga aylantiryapti. Hammayli o'zimning kiyimim rangidek ochroq ko'k rangga bo'yab qo'yaman bu mashinani ham. Hammayli let's go, bo'lmasam biz birdan uyimizga bu mashinani olib boramiz. Xo'sh, rahmat sizga ham janob. Qishlog'imizga yangi keldingizmi? Ha, men yangi ko'chib keldim. Endi qo'shni bo'lishimiz ham mumkin. Bu ajoyib. Xo'sh, yaxshi, ajoyib bo'lsa ajoyib. Kelgan mana. Johnson. Xo'sh, mana shu yerdan burib olamiz. Yaxshi. Okay, nice. Mana shu yerdan aynalib Johnson, bu yerlarda mashina minishni o'zi xato shekilli. Mashinani shunchaki menimcha sotib yuborsam kerak. Sababi bu yerlarda mashina minish to'g'risi xatodek tuyulyapti. Atayin sekin yuribman, ko'rishingiz mumkin. Bu yerlar juda ham qadr-budur. Mashinamni dabdalasi chiqib ketishi aniq. Hattoki Jiguli bo'lsa ham. Kelinglar, mana shu yerga to'xtab qo'yamiz va qulflab qo'yamiz. Okay, nice. Endi bo'lsa biz nima qilishimiz mumkin? Kelinglar, o'rmondan birozgina daraxt chopib kelamiz. Sababi nega desangiz, menga bir ikkita o'zgarishlar kiritishimiz kerak. Shular yoqmayapti va bizga sandiq kerak. Sandiqni nimadan yasaymiz? Daraxtdan. Albatta, kelinglar, qayerdan daraxtlarni olsak bo'lar ekan? Balkim o'rmonning ichkarirog'idan olsak bo'lsa kerak. Hatto bilmadim. Menimcha mana bu daraxt chiroyliga o'xshayapti. Olish kerak, lekin yo'q, bu yerda chodir bor ekan, la'nati. Xo'sh, bu menga juda ham yoqdi. Mana bu yerda tekinga otlar, kitlar demoqchi edim. Obunachilar, bularni biz sirasi olishimiz kerak. Bu yerda turibdimi, demak bu bizniki. Qanday qilib begonaniki bo'lishi mumkin? Axir obunachilar, bular bizda bor. Rostdan yo'q, bizda obunachilar verstak yo'q. Bizda albatta obunachilar bizni kitimizga verstak qo'shib berishmadi. Xo'sh, kelinglar, qishloqni beti, qayerga qarasam qishloqni betidagi daraxtlar ichkariroqdan olishimiz kerak. Axir bizga mer shtraf yozishi mumkin. Shuning uchun qishloqni mayli, bo'ldi, yetarli obunachilar. Men juda ham charchab ketdim. Yaxshisi qishloqqa borib, uyimga borib dam olganim yaxshi shekilli. Mana bu eski uyni qaranglar. Yonidan o'tib ham bo'lmaydi. Sas yotibdi. Menimcha mana bu огород. Bu meniki bo'lsa kerak. Albatta, buni ham yig'ishtirib olishimiz kerak. Xo'sh, yaxshi, endi bo'lsa biz verstakni mana shu yerga qo'ysak, ustidan sapchib o'tishga to'g'ri keladi. Hech chiqsa yo'q va bizda sandiqlar uyim to'lib ketdi obunachilar. Давайте, kelinglar, bizda mana bu orqa tomon ham bor ekan. Bu yerga ham biror nima qurishimiz kerak. Albatta, obunachilar, u yerga nima qurishimizni izohlarda yozib qoldiringlar. Keyingi qismda o'sha yerga o'sha narsani quramiz. Unday bo'lsa, kelinglar, biz birdaniga огородimizni yig'ishtirishni boshlab yuboramiz.
yo'qmiz. Okay, let's go. Xo'sh, yaxshi, cheksiz, let's go. Xo'sh, yaxshi biz axir fermer bo'lsak, obunachilar, mening ismim bugundan boshlab fermer. Menimcha kanal nomini ham fermer qo'yaman shekilli, chunki menga bu juda ham yoqyapti. Fermer Astromik. Wow, juda ham yaxshi. Axir Minecraft skinim ham shunga moslangan-ku. Sizlarga Minecraft skinim yoqdimi, yo'qmi? Shuni izohlarda yozib qoldiringlar. Unday bo'lsa sizlar bilan men Astromik fermer yo'q. Astromik emas, hech qanday Astromik yo'q endi. Men sizlar bilan bugun fermer bo'ldim va keyingi videolargacha xayr ko'rishguncha